Assalomu alaykum mahalladoshlar, zo'rmisizlar? Mana biz bugun sizlar bilan qurilgan yangi proyektimizni ko'rib chiqamiz. Undan oldin siz like va obunani bang'illatib bosib qo'ying. Unda bo'lmasam ketdik. Xo'sh, mana do'stlar, men uyni o'zimni ismimga moslab, artimga moslab F ko'rinishda qurganman. Ko'rganlaringizdek, albatta. Yana endi eshik tomon borsak, xo'sh, undan oldin sizlarga men uyimni xavfsizligi uchun qurilgan ariqni ko'rsataman. Mana bu yerda biz ariq taxlab qo'yganmiz. Zombilar kelgan holda ham suvga tushib bizdesyalab o'lib ketadi nahvoy. Nihuya себе. You dealing with the body of guys, or you dealing with the boys? Is there? And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. With it. Xo'sh, mana uyning ichki qismiga ham kirib oldik do'stlar. Mana bu yerda men sharshara deysizlar, favvora deysizlar, qurib qo'yganman. Prosta ko'rinish uchun. Bizdesyalab bu yerdan bizni bog'. Hali unib chiqmagan daraxtlar, bu yerda poliz ekinlar ekkanmiz. Endi shu kayfiga kelgandan ekib qo'yganmiz jalab. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, endi men sizlarga bu uyimga kirish joyi, qani bo'lmasam uyga ketdik jigarlar. Bu yog'ini tomosha qilaverasizlar jigarlar. Xo'sh do'stlar, ko'rganlaringdek uyning ichkarisi mana shu. Endi tashqariga yo'l olamiz. Mana bitta sakrab tashqarida paydo bo'ldik. Men sizlarga endi fermamni ko'rsataman. Bu yerda men qo'zivoylarni boqaman. Mana davay. Xo'sh, bu tarafda men quyon, mana bu yerda o'tlar, cho'chqalar uchun yemish. Mana bu yerda quyon boqaman. Yepili tovuqlar o'tib qoldim. Mayli, bu yerda esa tovuqchalar. Mana bular tuxum qo'yishgan. Men bularni hozir olib chiqishim kerak. Xo'sh, mana shu tovuqchalarimiz. U yoqqa o'tadigan bo'lsak, u yoqda esa men qo'ylar boqaman. Mana qo'ylar. Bu yerda esa cho'chqalar. Ey cho'chqavoy. Cho'chqavoy. Ha. Cho'chqavoy. Oy bala, bu bizni sigirlarimiz. Mana 3 bosh sigirimiz bor. Juda ahmoq bilet. Mana shu do'stlar. Bu firmamiz edi. Endi tashqariga yo'l olamiz. Xo'sh, do'stlar, ko'rganlaringdek
bizni proyekt mana shu edi. Sizga yoqqan bo'lsa layk va obunani tars etib bosib qo'yinglar. Albatta kanalning rivoji uchun. Agar shu video bir 100 ta layk yig'sa, bu uyni portlatib tashlaymiz jalab. Shuning uchun tezroq ulashinglar. Uyni portlashini ko'raman desalaring, tezroq obuna va laykni bosing. Xayr, salomat bo'ling.